Mudofaa vazirligi ofitseri, katta leytenant, ayni paytda dzyudo ustasi. So'ramoqchiman, harbiy libosda qulayroqmi yoki kimonoda? Ko'pincha bizda mif bor, mif ya'ni yolg'on narsalar. Erkak shoda bo'lib qoladi degan narsa yoki farzandli bo'la olmaydi degan narsalar. Mana shunday mag'lubiyatli paytlarda, bo'ldi, ketaman, bu sport meniki emas degan bir xulosalar ham bo'lganmi? Bizda bilim yetishmasdi. Yevropa dzyudosi oldinga chiqib ketganligi uchun nevaza usuli, bu parterda usuli, o'sha usul yetishmasligi, bilim yetishmasligidan biz ko'pincha mag'lubiyatga erishib kelardik. Sportda omad degan masalaga qanday qaraysiz? Bu umuman yo'q narsa, 1% omad degan narsa, 99% hammasida mehnat. Prezidentimizda gapi bor, tan olgisi kelmasa, tan oldiramiz majburlatib degan. Xuddi shu narsa bizda ham ishlayapti. Aytingchi, bu kutilmagan tasodifmidi yoki revanshmidi? Ya'ni 23-yildagi mag'lubiyatdan keyin 24-yildagi g'alabani? Juda ham xursandman, u kursni bera olganidan, qanaqa alamli bo'lganini. Ko'pchilik o'ylaydi, Diyora uni yig'latdi deb. Net, u kursni bera oldi, qanaqa qiyinligini. Tokio olimpiadasida ham men ham shunaqa yutqizganman, men ham xonamga kirib xuddi shunaqa yig'laganman. Lekin hech kim buni ko'rmagan. UTABning orzulari qachondir amalga oshishi mumkinmi? Ya'ni uni revansh olish imkoniyati bormi? Bu ham men ham bundan keyin faqat 200% tayyorlanamiz. Los-Anjelesda ham o'zbek kimligini hamma bilib qo'yadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi qarorgoh podkastimizda men o'ylaymanki, butun mamlakatimiz ahli, harbiylar, sportchilar, bizning suyukli opa-singillarimiz, umuman dzyudo oilasining barcha vakillari ko'rishini istardim. Chunki bugun qarorgoh podkastining aziz mehmoni, xalqimizning suyukli farzandi, zamonamizning to'marisi, Mudofaa vazirligi ofitseri, katta leytenant, eng asosiysi Parij olimpiadasining oltin medal sohibi Diyoraxon Keldiyorovani taklif etganmiz. Diyoraxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Diyoraxon, kecha biz mana shu ko'rsatuvga tayyorgarlik davomida bir statistik ma'lumotlarni ko'tarishga harakat qildik. 2024-yilda, ya'ni sizning Parij olimpiadasidagi g'alabangizdan keyin tug'ilgan qizlarning juda ko'pchiligiga Diyora degan ism qo'yilibdi. Hatto kecha men Konstitutsiyon sudida bo'ldim. Konstitutsiyon sudimizning bir sudyasi ham avval ular bir ism tanlab qo'ygan ekan. Keyin sizni chempion bo'lganligingizni ko'rib, buvisi shunday qat'iy talab qilibdiki, meni ham qizim mana shu Diyora qizimizdek bo'lsin, chempion bo'lsin, xalqimizning ruhini ko'taradigan, xalqimizning bayrog'i, yurtimizning bayrog'ini ko'taradigan qiz bo'lsin deb ismini Diyoraxon qo'yibdi. Bu juda katta sharaf, adashmasam. Albatta. Albatta. Men ham olimpiada o'yinlaridan keyin juda ham ko'p eshitdim, ayniqsa o'sha yutgan kunim. 100 dan ziyod qizlarga shunaqa ism qo'yishgani, bu men uchun juda ham katta sharaf, katta baxt men uchun. Kimgadir nima deydi, namuna bo'la olish, orqamdan kimnidir o'zimni yo'limdan torta olish men uchun juda ham katta baxt. Lekin ota-onamni qo'llab-quvvatlashi bilan shu darajaga kelganman. Nafaqat ismni o'zi qanaqadir natijaga olib borib qo'ymaydi o'sha narsani. Albatta. Hamma bilish kerak. Albatta ota-onalar eng muhimi qizini qo'llab-quvvatlasa, o'zini shu yoqadigan kasbida ishlay borishiga, yoqadigan ishini qilishiga yordam bersa, o'ylaymanki, mendan ham zo'r natijalarga erisha olishadi. Boya men sizni tanishtirganda aytdimki, Mudofaa vazirligi ofitseri, katta leytenant, ayni paytda dzyudo ustasi. So'ramoqchiman, sizda harbiy libosda qulayroqmi yoki kimonoda? Menimcha ikkalasi ham, chunki sportchi bo'lib, eng katta orzuyimiz olimpiada o'yinlarini yutish bo'lsa, yoshligimdan baribir menimcha ko'p qizlarda bor harbiy kiyimni kiyish, harbiy unvonlarni olish. Bu ham bitta eng katta orzularimdan bittasi bo'lgan. Ha, sizda orzu bo'lganmi harbiy libos kiyim? Sport bu narsa menga ikkalasini ham bergani men uchun juda ham katta baxt va eng omadli insonlardan bittasi bo'lsam kerak deb o'ylayman. Chunki ikkita quyonni bitta o'q bilan urganga o'xshab, ham sportda olimpiada yutuqlarini qo'lga kirita oldim va harbiy libosda ham unvon qo'lga kirita oldim. Bu men uchun juda ham katta baxt. Juda ajoyib. Umuman Parij olimpiadasidagi chempionlik o'ylaymanki sizni hayotingizni tubdan o'zgartirib yubordi. So'ramoqchi bo'lganim, olimpiada chempioni bo'lish qanday? Qiyin emasmikan? Menimcha chempion emas, chempionlikkacha bo'lgan yo'l juda ham qiyin. Buni bosib o'tish kerak. Eng qiyin yo'llardan o'tganda olimpiada o'yinlari musobaqani o'zi unaqa darajada qiyin o'tmaydi. Siz qiyin yo'ldan o'tsangiz, tayyorgarlik jarayoni juda ham qiyin kechgan bizda. Shuning uchun musobaqa jarayoni unaqa qiyinchilik tug'dirmadi. Lekin o'ziga yarasha bosimi bor. Albatta biz suhbatimiz davomida bu bosib o'tgan yo'llari haqida alohida to'xtalamiz, chunki men bilaman siz
bu yo'lni bosib o'tgunizcha juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgansiz, juda ko'p mashaqqatlarni bosib o'tgansiz. Bu ko'rsatuvimizni hamma yurtdoshlarimiz ko'rishini istayman. Hattoki butun dzyudo oilasi vakillari, xususan Diyoraxonni azaliy raqibi, ham do'sti Utani ham ko'rishini juda ham istardim. Chunki bu suhbatimizda biz Diyoraxonning mana shu g'alabaga kelguncha bosib o'tgan mashaqqatli yo'li haqida juda ko'p yangi ma'lumotlarni e'lon qilamiz. Diyoraxon, keling bolalikdan boshlasak. Bizni bilishimizcha, sizni bolalik chog'ingizda dastlab baletga berishgan, undan keyin buvingizning sa'y harakatlari tufayli dzyudoga, ya'ni sportga kirib kelgan ekansiz. Shu pallalarni, bolalik chog'larni bir eslaylik. Baletga berishmoqchi bo'lishgan. Berishmoqchi bo'lishgan. Lekin buvim xohlaganlar kurashchi bo'lishligimizda, chunki o'zlarining yoshlikdagi orzusi bo'lgan. Bu paytlar ruxsat berishmagan qiz bolaga endi kurash tushish, chunki kurash erkaklarning sporti hisoblangani uchun ham. Buvim o'sha qat'iy turganlar o'sha gapida sportchilarni, qizlarimni, nevaralarini, hamma nevarasini, 7 ta nevarasini olib borib sambo to'garagiga qo'ygan birinchi, keyin dzyudoga o'tib ketganmiz. Uzr, nega buvingiz sportchi bo'lishni xohlaganlar? O'zlarini xohishi bo'lgan yosh payti. Yoshligida akalari bilan, tog'alari bilan kurashib yurganlar, lekin ularni kattaroq qarindoshlari qamchi bilan urgan, sen qiz bolasan mumkin emas senga kurashish deb. Ularda qolib ketgan ichida mana shu niyatga. Qizlarini ham qo'ya olmagan, endi qizlarida ham baribir hali mentalitet o'zgarmagan, o'shaning uchun nevaralarini bemalol borib topshirib qo'yib kelganlar. Demak, bu o'sha buvingizni qo'llab-quvvatlashlari bilan, mehri bilan siz demak mana shu dzyudoga mehr uyg'otgansiz, to'g'rimi? Qarang, mana ayni paytda siz ham mashhur sportchisiz, ham harbiy xizmatchi, ofitsersiz. Aytingchi, o'zingizni bugun kim sifatida tanishtirishni istaysiz? Harbiy xizmatchi, ofitser sifatidami yoki sportchi, dzyudochi sifatidami? Ikkalasi ham bo'lsa kerak, chunki insonga ham o'ng qo'l ham chap qo'l kerak degandek, men uchun ham sport, ham harbiy soha bu yonma-yon ketadigan ish. Ikkalasini ham juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bu menga o'ziga yarasha kuch, shijoat, o'ziga yarasha mas'uliyat bag'ishlaydi. Shuning uchun ham har doim o'zim tanishtirganimda Diyora Keldiyora va Olimpiada chempioni va katta leytenant deb tanishtiraman. Ajoyib. Diyoraxon, qarang, siz katta leytenantsiz, hozir ta'kidlab o'tganingizdek. Albatta, harbiy xizmatchilarimiz o'sha belgilangan tartibga ko'ra poligonlarga borishadi, turli o'qotar qurollardan otishadi, jismoniy mashg'ulotlarda, ya'ni normativlarni topshiradi. Bu jarayonlarda siz ham ishtirok etasizmi? Albatta, biz sport o'sha MXSK sport klubi tomonidan chaqirilamiz maxsus bazaga imtihonlarni topshirish, o'q otish bo'yicha kerakli testlarni topshiramiz. Chunki jismoniy tarafdan biz sport bazamizda har doim formamizni ushlaymiz. Harbiy jihatdan o'sha o'q otish mashqlarini o'sha bazaga borib maxsus testlardan o'tamiz. Harbiy hayot, intizom, qolaversa vatanparvarlik ruhi sizning mana shu sportdagi g'alabalarga erishishingizda qanchalik rol o'ynagan? To'g'risi ko'pincha shu biz sport bilan harbiy sohani bir-biriga o'xshataman, chunki harbiylar O'zbekistonning ichida chegaralarimizni himoya qilishsa, biz chet elda yurtimiz bayrog'ini boshqa davlatlarning o'rtasida himoya qilishga, ulardan balandroq bo'lib turish uchun harakat qilamiz. Bu bizga katta yordam beradi, chunki kimonolarimizni ham orqasiga ko'rgansiz, UZB deb yoziladi. Bu bizning O'zbekistondan ekanligimizni, bu bekorga emas. Hamma yutganimizdan keyin biladi O'zbekistonlik ekanligimizni. Musobaqalarda birinchi o'rinda olsak ham bizning madhiyamiz yangraydi. Hamma xohlasa ham, xohlamasa ham eshitishga majbur qilamiz. Bu biz uchun katta sharaf bag'ishlaydi. Harbiy sohada ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Vatanni himoya qilish, vatanni ulug'lash, har bir sarhadini ichkarida qanaqa qo'riqlansa, biz tashqarida shu yuzini yorug' qilishga harakat qilamiz. O'sha Olimpiada chempioni bo'lganingizda madhiyamiz yangrab, bayrog'imiz baland ko'tarilayotganda ko'z yoshlaringizni tiya olmadingiz. O'sha hissiyotlar bir eslang. Albatta, bular til bilan ta'riflab berish juda ham qiyin bo'lgan hislar. Buni aytib berish menimcha qiyin bo'lsa kerak, faqat turgan odam his qila oladi buni. Siz butun umr mana shu darajaga harakat qilishingiz kerak. Shu paytda nima kechadi? Men endi ko'raman-da, nafaqat siz, boshqa hattoki o'sha bizni eng pahlavon yigitlar bilan Bahodir Jalolovni ham ko'rganman, hattoki Ruslanni ko'rganman, o'sha madhiyamiz jarayonida ko'zlaridagi yoshlarni tiya olmaganini. Qanday his kechadi bunday paytda? Xursand bo'lasiz, siz butun umringizni mana shu sportga berib, orqangizda shuncha ishongan odamlarni, ishongan xalqimizni, prezidentimizni ishonchini oqlay olganimiz, yuzini oqlay olganimiz, bizga berilgan shuncha imkoniyatni oqlay olganimizdan o'zingiz bilan faxrlanasiz, bizga duo qilgan hamma bilan faxrlanib, ularga minnatdorchilik bildirasiz. Mana shu narsalar menimcha
insonga o'ziga yarasha emotsiyalar bersa kerak deb o'ylayman. Bilasizmi Diyoraxon, endi men o'zim ham sportchiman. Sportim aynan dzyudo, sambo, kurashda qatnashganman. O'zi ko'pchilikka men aytib yuramanki, dzyudo bu kurashning farzandi deyman yoki kurash dzyudoni otasi deyman. Siz yaxshi bilasiz, bu kurash necha ming yillik tarixga ega va dzyudo elementlari kurash asosida shakllantirilgan. Bu tarixiy faktlarimiz ham bor. Va bugun endi dzyudoda o'sha og'rituvchi usullar, bo'g'uvchi usullarni hisobga olmasa, kurash bilan deyarli bir xil. Demoqchimanki, siz dzyudodan boshqa sport turlari bilan ham kurashganmisiz? Kichkina paytimiz kurashganmiz, chunki dzyudo bo'yicha musobaqalar, O'zbekiston chempionatlari tashkil qilinmaganligi uchun ham sambo bo'lgan, milliy kurashdan ham viloyat musobaqalarida, respublika musobaqalarida kurashib turganmiz. Lekin dzyudoga professional darajada o'tganimizdan keyin bizda qonun bor, dzyudochilarni boshqa kurash turlari bilan kurashishi mumkin emas. Bu qat'iyan taqiqlangan. Agar kurashsangiz 2 yilga diskvalifikatsiya qilishi mumkin. Boshida 2 oy, keyingisiga 2 yilga. Nima uchun sambodan dzyudoga o'tib ketgansiz yoki dzyudo o'sha olimpiada sport turi bo'lgani uchunmi yo boshqa sabablar bo'lgan? Dzyudo o'ziga yarasha hurmat, o'ziga yarasha disiplinaga ega sport. Sambo bo'yicha albatta birinchi sabab bu olimpiada o'yinlariniki bo'lganligi uchun ham va dzyudo ko'proq yorqinroq desam bo'lsa kerak, brasoklarga boy, shiddatli, tezkor sport bo'lgani uchun ham dzyudoga o'tishga qaror qilganman. Va sambodan shug'ullanib kurashganimiz sababi chunki musobaqalar bo'lmagan dzyudo bo'yicha. Dzyudo bo'yicha musobaqalar faqat 6-sinfdan keyin boshlanadi. 5-6 sinfdan keyin. Endi bilamizki, sportda yutuq ham, mag'lubiyat ham yonma-yon yuradi. Siz ham bu katta yutuqlarga erishgunizcha qancha mag'lubiyatlarni ham tatib ko'rgansiz, achchiq alamini. So'ramoqchi bo'lganim, sizni shakllantirgan o'sha eng og'riqli mag'lubiyatingiz qaysi bo'lgan? Hammasi, chunki bittasi deya olmayman. Hamma musobaqada yutqazgan paytim hech kim xursand bo'lmaydi. Menda ham xuddi shunaqa. Faqat harakat qilardim agar bitta musobaqa qilgan xatomni ikkinchi musobaqada takrorlamaslikka. Lekin hamma musobaqa o'ziga yarasha yutqazgandan keyin o'ziga yarasha og'riq beradi, chunki siz kun demasdan o'sha musobaqaga tayyorlanasiz, boringizni berasiz, rejimga tushasiz. Masalan, ota-onadan uzoqda, oiladan uzoqda, chet el mashg'ulotlariga ketamiz. Hamma narsa o'sha musobaqani yutish uchun siz borib medalsiz, o'rinsiz qaytsangiz, bu juda ham og'riqli. Mana shunday mag'lubiyatli paytlarda bo'ldi, ketaman, bu sport meniki emas degan bir xulosalar ham bo'lganmi? Menimcha bo'lmagan, chunki biz yaxshi ko'ramiz bu ishimizni. Eng muhimi kimnidir yutqizish emas, eng muhimi o'zimda eng yaxshi versiyam bo'lish. Keyingi musobaqada demak xatomni to'g'rilashim kerak ekan deb o'ylayman. Chunki agar bo'ldi ketaman desam, juda ham ko'p har qoqilishda ketishimga to'g'ri keladi. Va dzyudo qoqilishlarsiz mumkin emas deb yuqoriga ko'tarilish. Dzyudoda ham soniyalarda hal bo'ladi-da. Albatta, shunaqa. Qarang, mana shu yutqizishni oldindan sezgan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas, chunki har bitta sportchi, professional sportchi o'ziga ishonadi. Hech kim yutqizaman deb hech qachon chiqmaydi. Hammani faqat kallasida bitta narsa yutaman deb. Tatamida nima bo'lishini faqat hech kim bilmaydi. O'shaning uchun ham hech kim ayta olmaydi, yo yutaman, yutqizaman deb. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha siz mana jangga kirishgan paytda qanaqadir soniyalarda ikkilangan paytingiz o'sha mag'lubiyatga sabab bo'lgan holatlar? Yo'q, bizda unaqa sportchilar o'zi yo'q umuman, terma jamoada ham. Biz hammamiz lidermiz. Liderlar yakka kurashda yo'q unaqa sportchi. Men endi ungacha bo'lgan davr aytmoqchi. Yutqizaman deb chiqmaydi, hech kim sportga kelmaydi. Yutqizaman deb o'ylaydigan sportchi menimcha umuman sportga yaqinlashmasa kerak unaqa odam. Yo'q, endi mana qarangda, mana siz jang ketyapti, siz raqib bilan kurashyapsiz, lekin qaysidir usulni qo'llamoqchisiz, ikkilanyapsiz. Ana shunday paytda uning tuzog'iga tushib qolgan holatlar ham sportchilarning ichida unaqa tuyg'usi bo'lsa, agar qo'rqadigan, ular yetib bora olmaydi terma jamoaga. Ichki qo'rquv bo'lsa, demak terma jamoagacha kira olmaydi ular. Ne только qanaqadir ham chet elga musobaqaga olib chiqishadi ularni. O'zbekiston chempionatigacha ular yetib kelishadi. Yoshligingizdachi? Endi terma jamoada to'g'ri, siz bilan psixologlar ishlaydi, trenerlar ishlaydi. Menimcha tabiatda yomon ko'raman yutqizishni. Yutqizish haqida o'ylab ko'rmaganman. Nimadir qilsam, har doim xohlayman yutishni. O'ylab ham ko'rmayman. To'g'ri yutqizishim mumkin, lekin bu haqida o'ylab o'tirmayman. Hozir yutqizib qo'yaman yoki bunimda qila olmayman deb. Olimpiadadagi g'alabangizni biz endi bevosita televideniya orqali tomosha qildik. Treneringiz siz bilan birgama-birga kurashdi desak mubolag'a bo'lmasa kerak, chunki siz g'alabadan keyin kelib o'sha treneringiz bilan birga o'sha g'alaba onlarini nishonlaganingizni ham ko'rdik. Birorta jangingizda mana shu trenerning ko'rsatmalarini eshitmay qolib mustaqil qaror qabul qilgan holatlaringiz ham bo'lganmi?
tatamiga chiqqan paytimiz 80% qarorni o'zimiz qabul qilamiz, 20% murabbiydan eshitiladigan gaplar. Qayerdadir ham tushunmay qolgan gapimizni murabbiy har doim beradi. Bu degani murabbiy aytgan narsani 100% bajaraman yoki 100% bajarmayman degan narsa umuman yo'q bizda. Lekin murabbiyda aytadigan yordam bizga kerak bo'lib turadi. Masalan, ABUT bilan bo'lgan vaqtimda ham bir ochkoga yutqazayotgan paytim, bilmadim inglizchada tushundingiz tushunmadingiz, fight, faqat kurash degan gapni menga aytib turdi. Oxirigacha kurashing kerak degan ma'noda. Men ham ichimda, masalan, menga aytmaydi borib, bu texnikangni qil, bu texnikangni qil deb. Kurash oxirigacha o'zingni joningni tasha o'sha yerda deb. Shuni tushuntirdi. Xuddi shunaqa ketadi bu yerda. Siz o'ylamaysiz, hozir masalan menga murabbiyim aytdi, men hozir buni qilishim kerak degan narsa yo'q. Siz o'zingizni birinchi o'chirib eshitishingiz kerak. U yerda do'li sekundlar o'ynaydi, uning uchun murabbiyning gapini aytdi, buni qilishim kerak degan vaqtingiz yo'q umuman u yerda. To'g'ri. Eng noto'g'ri taktik qaroringiz qaysi bo'lgan? Mana shu musobaqalar davrida. Mana shu jangimda mana shunday taktik qaror qilib qo'yganman. Bo'lmasa o'shanda g'alaba qozonardim degan. Bizda taktik jihatdan ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha texnika jihatdan yutqazardik, chunki dzyudo, ayollar dzyudosi bunaqa darajada rivojlanmagan. O'sha murabbiyim germaniyalik mutaxassis kelgunicha o'zbek dzyudosida qizlar unaqa yuqori darajaga chiqmagan, pik darajaga. Chunki bizda bilim yetishmasdi. Yevropa dzyudosi oldinga chiqib ketganligi uchun ham nevaza usuli, bu parterda usuli, o'sha usul yetishmasligi, bilim yetishmasligidan biz ko'pincha mag'lubiyatga erishib kelardik. Bu trener kelgandan keyin eng to'g'rilagan narsasi shu Yevropa metodikasini bizga qo'shib bergani, jismoniy jihatdan ko'proq tayyorlashga yordam berdi. O'shan bilan biz tepaga ketdik. Bunaqa bo'lmagan, lekin har doim xatolarimizni qaraymiz. Qaysidir joyda, qaysidir texnikani noto'g'ri qildim yoki sezishni noto'g'ri qildim, tayyorgarlikni noto'g'ri qildim deb shunaqa analiz bo'ladi musobaqadan keyin bu. Qarang, Diyoraxon, mana shu murabbiylaringiz haqida ham bir to'xtalib o'ting. Mana o'sha bolalik va olimpiada chempioni va hozirgi kunda har bir murabbiyning o'ziga xos uslubi bor, qarashlari bor. Ular haqida, ular farqlari haqida. Endi har bitta murabbiyim o'zini o'rni bor. Birinchi murabbiyim Xurshid Xalikov Samarqanddan. Xuddi 1-sinfdan, masalan 4-sinfgacha boshlang'ich sinfdagi o'qituvchi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa ular fundamentni qo'yib berganlar. Zo'r fundament qo'yib berganim uchun ham terma jamoadagi murabbiylar bemalol tortib keta olishgan meni tepaga. Keyingisi Nayla Kiyamova, ular bilan hozir ham birga ishlaymiz. Birinchi trenerim, lichniy trenerim, shaxsiy trenerim va germaniyalik mutaxassis bilan 2,5 yil davomida birga ishladik. Hammasini o'zining o'rni bor. Bir jamoa bo'lib ishlaganimiz uchun ham shunaqa katta natijaga erisha oldik ular bilan. Masalan, siz hayotingizda alohida o'rin tutadigan murabbiy haqida? Men uchun hammasi bir xil, chunki hammasining o'ziga yarasha o'rni bor. Men uchun eng muhimi ularning menga bo'lgan ishonchi. Chunki murabbiy ishonmasa bu juda ham qiyin. Murabbiylarim oxirigacha ishonishgani uchun ham Olimpiada cho'qqisiga chiqa oldik birgalikda. Murabbiylarimiz ishonchsiz bu narsa kelish juda ham qiyin edi. Keling, endi musobaqadan ozgina shaxsiy hayotga ham o'tsak. Men bilamanki, siz Samarqandda tug'ilib o'sgansiz. Odatda Samarqanddan uzoqroq joylarga qizlar turmushga berishmaydi. Lekin siz mana Azamatjonga, Xorazmga turmushga chiqqansiz. Bu holat qanday bo'lgan? Menimcha qiyinroq kechgan bo'lsa kerak baribir. Men tanishuvlaring qanday bo'lgan? Qanday tanishgansizlar Azamatjon bilan? Biz ikkalamiz ham professional sportchimiz, o'quv yig'i mashg'ulotlarda tanishganmiz, bir-birimizni ko'rib. Ota-onamiz unaqa qarshilik qilishmagan, chunki biladi, ikkalamiz ham sportchini faqat sportchi tushuna oladi. Chunki musobaqaga ketishimiz bor va ular ham bilishgan, ota-onalari ham to'ydan keyin ham sportni davom ettirishimiz, shuning uchun ham qarshilik bo'lmagan, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib, ota-onam ham, ularning ham ota-onasi bir-birini tushunib, peshona taqdir deydimi, shunaqa bo'lgan. 2023-yil Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionati finalida siz o'sha mashhur Uta Abega yutqazib qo'ygandingiz. Ammo oradan 1 yil o'tib, 24-yil Parij Olimpiadasida raqibingizdan o'sha dahshatli revanshni oldingiz. Va uning 5 yillik ketma-ket g'olibligiga ham chek qo'ydingiz desam bo'ladi-da. O'shanda menimcha bizni kuzatib turganlar juda yaxshi eslaydi. Abiyaning o'sha juda ham bir o'kirib yig'lagan alamli holatlarini ko'pchilik hozir ham xayolda bo'lsa kerak, lekin umuman bu shov-shuvli g'alaba bo'lgan. Aytingchi, bu kutilmagan tasodifmidi yoki revanshmidi? Ya'ni 23-yildagi mag'lubiyatdan keyin 24-yilda kutilmagan. Aslida bu kutilgan edi. Biz juda ham kutgan edik bu g'alabani.
Olimpiadaga tasodifan borib qolmaganimiz uchun ham bu yutuq tasodifan emas. Chunki olimpiadaga borishdan oldin bizda reyting qo'yiladi, jahon reytingi. 8000 ochko bilan birinchi nomerda turgan edim va birinchi bo'lib nima deydi, setka tashladi, o'shanga ham birinchi bo'lib tashlaganman. Bu ko'pchilik o'ylaydi, bilmayman nimaga, tasodif. Sportda hech qachon tasodif yo'q. Tasodiflar ham tasodifan bo'lmaydi hech qachon. Odam o'sha narsaga tayyor bo'lib kelish kerak. 2023-yil biza germaniyalik trenerim bilan 1 yil bo'lgan ishlashimizga hamma narsani analiz qilib boshlaganmiz. Bu biz uchun bitta stepen bo'lgan, nima deydi, qadam. ABOT juda ham kuchli raqib. Bunga o'zim ham to'g'risi oldin uni fanatiman. Juda ham tez, juda ham kuchli, texnikasi juda ham zo'r. Va juda ham xursandman u kursni bera olganidan, qanaqa alamli bo'lganini. Ko'pchilik o'ylaydi, Diyora uni yig'latdi deb. Net, u kursni bera oldi. Qanaqa qiyinligini. Masalan, har bitta sportchi olimpiadadan keyin не только Grand Slam, Grand Prix musobaqasi emas, olimpiada yutqizsa, qanaqa xafa bo'lishini. Tokio olimpiadasida men ham shunaqa yutqizganman, men ham xonamga kirib xuddi shunaqa yig'laganman. Lekin hech kim buni ko'rmagan. Hech kim tasavvur ham qila olmaydi qanaqa og'riqli bo'lishini. Bu молодец, ochiq kursni bera oldi. Siz 4 yil uxlamasdan trenirovka qilasiz, o'sha bittagina musobaqani yutish uchun va siz 4 yilingiz prosta kuyib ketsa, bu juda ham alamli narsa. Shuning uchun ham hurmat qilaman u qizda eng muhimi. Odam menimcha nimani xohlasa, oxirigacha harakat qilsa, har qanday qiyinchilikdan o'ta oladi. Va bu juda ham qiyin 5 yil to'xtamasdan olib ketish. Chunki olimpiadagacha 1 yil ichida men ham 2 marta yutqizganman, 2 ta musobaqada. Nima deydi, yutqizmasdan keladigan sportchi dzyudoda bu umuman yo'q desak ham bo'lsa kerak. Hamma sportchi yutqizadi. Bu juda ham qiyin. 5 yil yutqizmaslik bu juda ham qiyin dzyudoda. Bu невозможно deydi, mumkin emas bu narsani ushlab turish. Va bu plankani shu darajada ushlab ketgani hammani hayron qoldiradi. Juda ham kuchli qiz u. Uning o'ziga xos jihatlari nimada? O'ta AB endi baribir bilamizki, bu bularda Yaponiyada birinchi o'rinda, menimcha madaniyat, har bitta qiladigan ishini ular samuraylar oxirigacha yetkazish kerak. Hech kim ularda 50% ish bajarmaydi. Nimadir ish boshlamoqchi bo'lsa 100% va dzudoni rivojlangani, ular dzyudo vatanda tug'ilgan, ularda juda ham rivojlangan dzyudo universitetlari bor. Tokioning o'zida bilmadim 10 tadan ziyod. Bu dzyudoni qanaqa kuchli ekanligini ko'rsatib beradi. Qarang, men bilishimcha, hozir Yevropada, xususan Fransiyada dzyudo juda kuchayib ketgan. Katta dzyudo maktablari, akademiyalari ham tashkil qilingan va Yaponiyada. Agar biz solishtiradigan bo'lsak, hozir qaysi toshi og'irroq keladi? Albatta Yaponiya. Yaponiyada. Albatta, chunki Yaponiyada biz borib ko'rganmiz, u yerdagi yaratilgan sharoit, u yerdagi dzyudo, ular teoriyasini o'rganadi dzyudoni. Nafaqat ham bajarishlar, mashqlar. Ularda juda ham kirchikirigacha deydimi, shunaqa o'rganiladi dzyudo. Fransiya bu Yevropaning ichida eng zo'r rivojlangan. Yaponiya bilan ikkalasi har doim bir-biriga raqobatdosh. Fransiyada sistema yaxshi ishlayapti. Sistema tufayli ketma-ket yangi avlodlarni yetishtirib kelyapti ular. O'ylaymanki, bizda ham xudo xolasa dzyudo federatsiya prezidenti Azizjon Yakubjonovich borib keldilar Fransiyaga. Bizda ham xudo xolasa sistema qo'yiladi va yildan yilga yangi yulduzlarni nima deydi, yaratamiz. Yana Uta Abe haqida so'ramoqchi edim. Sizdan mag'lubiyatdan so'ng unda juda katta bir ham orzu ham armon bo'ldi. Siz bilan yana tatamiga chiqish va revansh olish. O'sha Vengriyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida g'alabasidan keyin intervyu berganda u aytdiki, men baribir xafa bo'ldim, chunki Diyorova kelishini istagan edim. U bilan men tatamiga chiqishni istagan edim. Afsuski bu amalga oshmadi degan bir fikrlarni bildirdi. Endi Parij olimpiadasidan keyin siz biroz tanaffus qildingiz. Albatta bizni kuzatuvchilar yaxshi biladi, farzandli bo'ldingiz. Umuman nima deb o'ylaysiz? Uta Abening orzulari qachondir amalga oshishi mumkinmi? Ya'ni uni revansh olish imkoniyati bormi? Endi baribir bu 3-chi muhim jang bo'ladi deb o'ylayman-da. Biz uchun har doim bu nafaqat bitta musobaqa, olimpiada, undan oldin ham juda ko'p musobaqalarimiz bor. Har qanday musobaqada teng kelishimiz mumkin. U ham men ham bundan keyin faqat 200% tayyorlanamiz agar bitta musobaqaga boradigan bo'lsak. Har doim tayyor bo'lamiz. Hech qachon men ham qochmayman yoki u ham mendan qochmaydi. Buni dzyudoda umuman imkoni yo'q. Siz setka tashaladi, setkada kim bilan tushishingizni musobaqadan bir kun oldin ko'ra olasiz. Shuning uchun ham biz har doim tayyor bo'lamiz. U ham men ham. O'zi baribir sportchi o'zining asosiy raqiblariga nisbatan tayyorgarlikda amalga oshiradi. Siz keyingi tayyorgarlikda kimni masalan asosiy raqib sifatida ko'rasiz endi?
Bizda reytingda 10 talik sportchilar turadi. O'shalarni asosan kuzatib boramiz. Qaysi musobaqada qanaqa ishtirok etdi, qanaqa natijalari bor. Bu albatta Olimpiada, Jahon chempionatidan oldin. Ungacha kichkina musobaqalarda borib ko'ramiz. Bizda yana randori deyiladi, sihatga kunlari ham bor. Borib chet elda izbor qilganimizda kurashib tushamiz bir-birimiz bilan o'rganish uchun. Bu endi trenerlarning ko'proq ishi, ular ko'proq taktikani ular qo'yib beradi bizga, qanaqa ishlash kerakligini. Abi lekin hozircha formada, u musobaqalarda muntazam qatnashib kelyapti, adashmasam. Qizchangiz haqida ham keling. Bizni kuzatuvchilarimizga ikki og'iz gapirib bering. 21-avgust sizni hayotingizda ikkinchi olimpiada medalini qo'lga kiritgandek shodiyona kun bo'ldi, chunki o'sha kuni qizchali bo'ldingiz. Hech qanaqa olimpiada medaliga teng kelmaydi. 10 ta olimpiadani yutsam ham bundan xursand bo'lmayman. Bu umuman boshqa narsa. Onalik bu har bitta ayolda eng baxtli qiladigan narsadan bittasi. Buni hech nima bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Juda yaxshi. Endi men aytmoqchi bo'lgan yana bitta masala bor ediki, bugun ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan suhbat davomida bir kuzatdim. Bugun to'g'risi yuqorida ham qisman to'xtalib o'tdik, hamma diyora bo'lishni xohlaydi, diyora bo'lgisi keladi. Sizga havas qiladi, sizdek olamshumul g'alabalarga erishishni, dunyoga tanilishni istaydi. Ana shunday qizlarimizga, yoshlarimizga sizning maslahatlaringiz? Eng muhimi o'zini yaxshi ko'radigan ishini tanlashi, chunki bu juda ham muhim. Qaysi ishni qilishingizdan qat'iy nazar yaxshi ko'rishingiz. Yaxshi ko'rgan ishini odam bajarsa, qiyinchiligi ham sezilmaydi va katta natijalarga erisha oladi. Eng muhim mana shu. Ko'pchilik o'ylaydi, hozir masalan boksdan kimdir chempion bo'lsa, boksga qo'yaman yoki dzyudodan kimdir chempion bo'lsa, dzyudoga qo'yaman. Shunda meni ham bolam shunaqa natijaga erishadi. Yo'q, albatta o'zini bolasini, ota-onalarga ayniqsa, ota-ona eng birinchi bolasini kuzatish kerak. Qaysi sohada uni talanti bor, o'sha talantga ko'proq urg'u bersa, menimcha har bitta bolaning imkoniyati bor katta natijalarga chiqa olishga. Farqi yo'q dzyudodami yoki rassomchilikda yoki boksda. Buni farqi yo'q. Eng muhimi yaxshi ko'radigan ishini olib ketishi. Va albatta ularni qo'llab-quvvatlash ham juda muhim. Albatta. Bugun mamlakatimizda sport bilan shug'ullanadigan yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Ayniqsa men o'ylayman, dzyudo sportida boshqa sportlarga qaraganda ham imkoniyatlar kengroq. Trenerlarimiz juda ham yaxshi. Sportchilarimiz ko'p. Qolaversa, O'zbekistonning o'ziga xos dzyudo maktabi ham yaratildi, shakllandi. To'g'ri emasmi? Menimcha kurash bizning qonimizda bor. Bu avlod tanlovga o'tib kelayotgan narsa. Oldindan masalan milliy kurash bilan shug'ullangan har bittamiz, biz ham o'zimiz ham qishloqda Navruz bo'lgan paytda kichkina paytimiz kurashtirishardi. Bu olib borib kerak paytda o'g'il bolalar bilan ham kurash tushib kelardik. Bu har bittamizning qonimizda bor menimcha. Shu To'maris avlodida bekorga aytilmasa kerak. Dzyudo menimcha eng yaxshi rivojlanayotgan sportlardan bittasi. Parij 24dan keyin bu yana ham ko'tarildi deb o'ylayman. Ayniqsa bizga vodiy tarafdan juda ham ko'p xabarlar oldik. Ayollar dzyudosi ayniqsa juda ham yaxshi rivojlanib boshladi. Ko'p qizlar kelmasdi zalimizga deyishdi. Murabbiylar qo'ng'iroq qilib rahmat aytishdi sababli. Juda ham ko'p qizlar dzyudoga keldi. Zallarimiz qizlar bilan to'ldi hozir. Shu olimpiadadan keyin. Men uchun ham bu juda ham katta baxt. Kimgadir ham o'sha dzyudoni yaxshi ko'rishiga, dzyudoni bilishiga yordam bera olgani men uchun juda ham katta baxt. Ko'pincha bizda mif bor, mif ya'ni yolg'on narsalar. Erkak shoda bo'lib qoladi degan narsa yoki farzandli bo'la olmaydi degan narsalar. Menimcha bu narsa hammasi yolg'onligini meni hayotimga qaragan odam tushunsa kerak. Sport hech qanaqa aloqasi yo'q. Menimcha sport teskarisiga qiz bolani katta hayotga tayyorlab beradi. Chunki siz dzyudoda bilasiz, bugun yutqizsangiz ertaga turishingiz kerak. Bugun yomon kun bo'ldimi, demak ertaga yaxshi kun keladi baribir ham. Faqat siz harakat qilishingiz kerak, o'z ustingizda ishlashingiz kerak, mehnat qilish kerak. Dzyudo mana shu narsalarga o'rgatadi. Bizning ham men nomimda ochilgan sport klubi bor. Unda ham 120 ga yaqin qizlar hozir shug'ullanadi. Biz ham ularga mana shu narsani o'rgatamiz. Bugun yutasan, yutqazasan, buni farqi yo'q. Eng muhimi ertaga kuchli bo'lishing kerak, ertaga oyoqda turishing kerak. Har bitta sport menimcha qiz bolani katta hayotga tayyorlab beradi. Buni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Oldindan keladigan travmalarni nazarda men bilmadim, ko'pchilik shunaqa deydi. Keling, ko'chaga agar qaraydigan bo'lsak, yerda yiqilib, oyog'ini, qo'lini sindirganlar ham juda ko'p. Bu uchun sportda ayblash menimcha xato. Sizga yozilgan bo'lsa, peshonangizga siz to'g'ri yo'lda ham ichayotgan suvingizni yuta olmay qolasiz deydimi? Xuddi shunaqa yurgan yo'lda ham odamlar yiqilib, kerak bo'lsa oyog'ini, qo'lini sindirishi mumkin. Sportda ham bo'lishi mumkin. Bu ota-onani yoki murabbiyning xatosi yoki sportchining xatosi. Ko'pincha ota-onalar bolalarini kechroq olib keladi, qizining mashqlarini bajarmasligi sababli travmaga olib kelishi mumkin. Bu kichkina xatolar deb o'ylayman. Umuman sportda sog'likka unaqa zarar joyi yo'q, ayniqsa qiz bolaga.
Eslaysizmi, o'sha Olimpiada chempioni bo'ldingiz. Sizni butun mamlakatimiz olqishladi. Shu bilan bir paytda davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz shaxsan o'zlari telefon qilib, siz yangi O'zbekistonimizda oltin harflar bilan tarixda qoldingiz qizim. Siz bilan g'ururlanaman degan fikrlarni, e'tiroflarni eshitdingiz. O'sha jarayonlarni ham bir taassurotlaringizni eshitmoqchi edim. Bu juda ham nima deydi, esda qolarli bitta on bo'ldi. Olimpiadada kutmagan edim, hattoki hurmatli prezidentimiz telefon qilib o'zlari tabriklashligini tez fursatda bo'lib ketdi. O'zim ham anglamay qoldim bu qanaqa bo'lib ketganini. Lekin juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa ota-onangga rahmat deb qo'ygan men nomimdan degan gaplari hech qachon esimdan chiqmaydi. Har bitta farzandga, har bitta qiz bolaga menimcha baxt bo'lsa kerak, ota-onasiga o'sha prezident rahmat aytirishi menimcha ota-onam oldidagi kichkinagina bo'lsa ham burchimni bajara oldim deb o'ylayman. Baribir ham har bitta ota-onani menimcha farzandi yuzini yorug' qilishi eng katta baxti. O'zim ham ona bo'lgandan keyin his qildim buni qay darajada. Siz bitta farzandingizni yuqori darajaga ko'tarib, uni orqasidan yaxshi gap eshitsangiz, bu juda ham quvonarli. Prezidentimiz o'sha qizim deb gapirganlari hozirgacha kuch beradi. O'ylaymanki, o'sha payti prezidentimizga va'da berdim, xudo xolasa 2 karra Olimpiada chempioni bo'laman deb. O'ylaymanki, xudo xolasa bu va'dani ham ustidan chiqaman. Biz hozir shu haqida so'ramoqchi edim. Orzularingiz haqida ham. O'sha 2 karra Olimpiada chempioni bo'lish, chunki muhtaram prezidentimizga va'da berdik. Olimpiadadan keyin 2 karra Olimpiada chempioni bo'laman deb. Biz uchun sharoit yaratilgan, bu hamma sharoit. O'ylaymanki, buni ham qila olaman. Endi sizni oilangiz hozir tomonada sportchilar oilasi. Farzandlarni ham sportchilar sifatida tarbiya qilish mo'ljalda bormi yo qanday? Umuman har qanday odamga sport kerak, har qanday sohada. Sog'ligi uchun ham, disiplina, o'z ustida ishlash uchun ham va qaysi sohani tanlashini albatta ular o'zlari hal qiladi, lekin hayotida har doim sport ular bilan yonma-yon bo'ladi. Bu sog'ligini eng birinchi ushlab turadigan narsa. Chunki biz sportchilar bilamiz, har oy 6 oyda borib check-updan o'tishimiz kerak. Vaqtida uxlashimiz kerak, chunki ertalab uyg'ona olmaymiz. To'g'ri ovqatlanishimiz kerak, organizmimiz tushib ketadi. Bu hamma narsani sport o'rgatadi. Bu siz oddiy odamlar bilmadim, sportchi bo'lmagan odamlar bu narsaga e'tibor qilmasa kerak. Sportchilarning eng katta e'tibori ovqatlanishi, uyqusi, qayerda kim bilan yurganligi. Menimcha sport eng yaxshi do'st bo'la oladi. Bu qoidani buzishga haqqi yo'q deng. Buzishga haqqi bor, lekin orqasidan keladigan narsalarga tayyor turish kerak. Biz har doim bilamiz, agar bugun soat 9 dan keyin uxlasam, ertaga ertalab uyg'ona olmayman. Buni hamma biladi. Kunlik rejimingiz qanaqa masalan bugun? Farzandli bo'lganligim uchun rejimim ko'proq qizimga qaraydi, lekin uni ham o'ziga yarasha rejimi bor. Ertalab 7 da uyg'onamiz, soat 10 da mashg'ulot, 11 da birinchi mashg'ulotimiz. Undan keyin tushlik bazamizda soat 4 da ikkinchi mashg'ulot, 7 da uyda bo'lamiz. O'shan bilan 8-9 uyquga ketamiz. Ko'chada boshqa ishlarimiz bo'lmasa, mashg'ulotlardan keyin mashg'ulotlardan bo'sh kunlarimiz bor, uni ko'proq harakat qilamiz oilaviy o'tkazishga. Turmush o'rtog'im, qizim, ota-onamiz hammamiz birga. Tabiat bag'rida. Shunaqa. Yana bitta so'ramoqchi bo'lgan narsam, masalan, hayotda turli holatlar bo'ladi-ku, masalan, stresslar bo'ladi. Bu sportchiga qanday ta'sir qiladi? Ta'sir qiladi albatta. O'shaning uchun ham oila bizani himoya qilib turadi bu narsadan. Oilamizda qanaqadir ham yomon narsa bo'lsa, ota-onam, turmush o'rtog'im harakat qilishadi menga yetkazmaslikka, o'zlari hal qilib o'tib ketishlikka. Agar mengacha ham keladigan bo'lsa, yoki musobaqalardan keyin bo'shroq bo'lgan paytim kelishib gaplashib olamiz bu narsalarni. Oilam yordam beradi shu karyera qilishimga. Endi past baland narsalar bor albatta. Harakat qilamiz, ruhan tayyorgarlik ko'rishga ham, chunki har qanday holat mumkin, bo'lishi mumkin. Sportchi xuddi harbiylar singari har qanday holatda ham shay bo'lib turish kerak. Qarang, umuman aytadiki, insonning g'alabasining masalan ma'lum qismi uning oilasiga tegishli deb. Shu o'rinda turmush o'rtog'ingiz haqida ham so'ramoqchiman. Ularning qaysi xislatlari siz uchun nihoyatda qadrli? Eng muhimi bir-birini tushunish deb o'ylayman oilada. Nafaqat turmush o'rtog'im, umuman hammada shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki tushunmasa bir-birini bu juda ham qiyin. Hattoki bir-birini sevsa ham mashg'ulotlarga ketishi mumkin, uyda ovqat o'z vaqtida bo'lmasligi mumkin yoki chet el safariga ketishi mumkin. Agar ular tushunmasa bu narsani, bu juda ham qiyin. Bu ham oilada ham ishimga ta'sir qiladi. Eng muhimi bir-birini tushunish, ularni o'sha meni tushunishi, qo'llab-quvvatlashi katta yordam beradi. Nafaqat sportchi sifatida, ayol sifatida ham. Bitta narsa so'ramoqchiman. Bugun siz ham harbiy xizmatchisiz, ham sportchisiz, ham oilada
suyukli yor, ona, bu hammasi kichkina bir jussaga og'irlik qilmaydimi? Yo'q, og'irlik qilmaydi, chunki uni yordamchilari bor. Hamma narsani o'zimga Zavqi ham yordam bor, beradigan odamlarim bor. Yonimda bitta o'zim emasman. Turmush o'rtog'im, ota-onam, ularning ota-onalari qo'llab-quvvatlashadi har bittasida farzandim bilan sportda ham. Men eng glavniy ishim bu sportim. Qolgan hamma narsaga o'zimning yordamchilarim bor, ular yordam beradi va reja asosida ish qilish ishimni yengillatadi. Masalan, oylik rejamni har doim tayyorlab qo'yaman. Kunlik rejam ham qo'limda tayyor bo'lib turadi. Bugun nimalar qilaman, ertaga nimalar bo'ladi. Masalan, bir kun oldin nimadir qilishim kerak degan tezkor narsalar kamdan kam. Hamma narsa o'zini reja asosida bo'lgani uchun ham ulgurish hammasiga oson. Navbatdagi olimpiadaga tayyorgarlik jarayoni. Xudo xolasa sekin-sekin boshladik. Bu uchun tanani boshqatdan tiklash kerak. Yil oxirigacha nasib bo'lsa qaytish niyatim bor. Buni o'sha yangiliklarda ko'ramiz xudo xolasa. Umuman bugun biz ko'ryapmizki, sportda faqat trener va jismoniy mashg'ulotlar o'zi yetarli bo'lmayapti. Psixologlarning yordami kerak bo'lyapti. Katta bir jamoa ishlashga to'g'ri kelyapti. Mana shu nuqtai nazardan bizda O'zbekistonda mana shu jarayonlarga katta e'tibor berilyapti. Mana katta olimpiada shaharchasi tashkil qilinadi. Umuman mamlakatimizga sportga qaratilayotgan e'tibor sportchilar ko'zi bilan qaraganda nimani ko'rsatadi? Nima haqida biz aytgimiz keladi? Biz hozir eng omadli avloddan bittasi bo'lsak kerak, chunki bizda hamma sharoit bor. Aytib o'tganingizdek, federatsiyamizda biz bilan dietologimiz, fitness trenerimiz, psixologimiz, ovqatlanadigan bazamiz oldimizda, hamma narsa yonimizda. Bizani qiladigan ishimiz faqat mashg'ulotga borish, mashg'ulotlarni 100% bajarib, musobaqada faqat oltin medallarni olib kelish. Mana shu narsa bizga qolgan hamma narsasini bizga davlatimiz sharoitimiz yaratib berib qo'yibdi. Yevropaliklar ham ko'pincha bizga havas qilishadi, chunki qaysidir musobaqalarga ular o'zini cho'ntagidan borishga majbur. Biz butun jamoa bilan federatsiyani davlat hisobidan va yana bizga qo'shimcha sharoitlar ham yaratiladi. O'sha bemalol borib ishimizni qilib kela olishimiz uchun, ota-onamizga yordam bera olishimiz uchun bizning ishimiz faqat mehnat qilish. Har bitta yoshlarni oziqladigan ishi, o'z ustida ishlashi, mehnat qilishi va yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishi. Bitta suhbatingizda eshitib qoldim. Avval bizni xalqaro musobaqalarga borganimizda mensimasdan qarardi, e'tibor ham bermasdi. Mana shu Parij olimpiadasidan keyin nafaqat sportchilar, hatto o'sha Parij ko'chalarida yurganimizda bizni ko'rgan parijliklar kelib biz bilan suratga tushishga intildi degan bir fikrlarni ham aytgandingiz. Albatta, olimpiadani shuning uchun ham har bitta davlatlar katta mablag' tiqishni xohlaydi, chunki olimpiada sport davlatni dunyoga tanitadigan eng tez tanitadigan narsa. Olimpiadagacha ko'p yevropaliklar, umuman boshqa sportchilar ham bizga past nazar bilan qanaqa qarardi? Endi dzyudomiz darajasi pastroq bo'lgani uchun ham, masalan, texnikalarimiz pastroq bo'lgani uchun ham tez yutishardi bizani. Shuning uchun ham endi raqibimiz kuchsiz bo'lgani uchun ham kuchsiz nazarda qarashardi. Hozir hammasida hurmat va bizdan ham ozgina bo'lsa ham qayma qilib turishadi. Ozgina emas, o'sha ancha, chunki erkaklar jamoamiz juda ham kuchli. Hozir ayollar jamoasi ham shakllanyapti. Juda ham kuchli bitta jamoadan, dunyodagi kuchli jamoalardan bittasiga aylanyapmiz. O'ylaymanki, Los Angeles olimpiadasida ham umuman nafaqat dzyudo, butun sportlar qanaqa kuchga egaligini ko'rsatadi va Los Angelesda ham o'zbek kimligini hamma bilib qo'yadi. Musobaqaga tayyorgarlik jarayonida, menimcha o'sha intervyuda aytganingizki, avvallari mana zborlarga, mana bizni yurtimizga taklif qilinganda ko'p davlatlar kelmasdi. Hozir ular hattoki navbatga turib kelish istagini, ya'ni o'zbek dzyudo maktabini mahoratini o'rganishni istayapti. Bugun bu jarayonlar qanday ketyapti, shu haqida ham qisqacha. Bizda oldin shu Grand Prix musobaqalar o'tkazilardi. Undan keyin ko'pchilik qolishmasdi. O'quv yig'im mashg'uloti agar biza bersak ham, hattoki pulini to'lashga ham rozi bo'lsak ham qolishmasdi. Hozir ko'pchilik xohlaydi, chunki ularning imkoniyati bor. O'zbek sportchilari bilan, o'zbek qizlari bilan, o'g'il bolalar bilan sparring qilish imkoniyati. Sparring qilganda biz bir-birimizni o'rganamiz. Ular xohlashyapti ko'proq o'rganishni, ko'proq bizani ichimizga kirib, ko'rib olishligini, qanaqa sportchilar bor, qanaqa yaratilgan bularga sharoit deb. Bu xuddi boksdagidek, oldin boksda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, sekin-sekin shu Kubadan, umuman hammalar hozir Yangiobodda menimcha sport bazasi kelib, chet elliklar shug'ullanadi bizada. Biz ham masalan vaqtida ko'proq borardik Yaponiyaga, shu yapon qizlar bilan ko'rishishni, kurashish maqsadida. Ular ham xuddi shunaqa bizlar bilan, o'zbeklar bilan kurash uchun kelyapti. Bu bizga g'urur bag'ishlaydi. Chunki ular ham bizdan nimadir olmoqchi, bizani kuchliligimizni tan olishyapti. Bu bizga katta yordam beradi. Prezidentimizda gapi bor, tan olgisi kelmasa, tan oldiramiz majburlatib degan. Xuddi shu narsa bizda ham ishlayapti. Sportda omad degan masalaga qanday qaraysiz?
bu umuman yo'q narsa, 1% omad degan narsa, 99% hammasida mehnat. Sportchi yo'q unaqa narsa. Bir omadi keldi, yutib ketdi degan narsa. Qoyil. Ajoyib javob bo'ldi. Tashrifingiz uchun, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Endi to'g'ri sizga beradigan savollarim juda ko'p edi, lekin kirishda siz aytdingizki, vaqtim juda chegaralangan va suhbat davomida ham aytdingizki, meni ish rejam kunlik emas, hatto oylik belgilangan deysiz. Shuning uchun rejangizni buzmaslikka harakat qilaman. Katta rahmat. Va sizni kelgusidagi barcha musobaqalardagi ishtirokingizda omad tilayman. Rahmat. Biz butun xalqimiz 38 millionlik O'zbekiston Los Angeles Olimpiadasida albatta Diyora Keldiyorovani yana oltin medal olishini tilab qolamiz. Sizga omad sog' bo'ling. Rahmat.